Abubakirjon, bugun ikkinchi loyiha kichikroq loyiha yasadingiz, lekin bu ham muhim ahamiyat kasb etadigan loyihalardan bittasi. Bu nima ekan? Sputnik. Bu Sputnik nima qiladi? Bu oydan keladigan aloqalarni oladi, televizor, telefonlar aloqasini ulaydi. Ulaydi. Xo'sh, shatib ko'rsatingchi bitta. Chapa bo'lib qoldi. Mayli chiqsa yo'q. Bu ham juda qiziqarli loyiha bo'ldi bugun uchun. Молодец. Chempion o'quvchilarimiz mana hali beri yasashda davom etishyapti. Qiziq bular uchun juda ham o'zlaridan ham bir nimalar loyihalar qiladi bular. Oddiysini ham, qiyinini ham bemalol bajarishga qurblar yetyapti.